Bilasizlar, yaqinda video qo'ydim. Koreyaga borsang $3000 oylik, Italiyaga kelsang $10,000 stipendiya, borishing bilan ish, uy, hamma yoq tayyor bo'ladi degan videoni qo'ydim. Nimaga u narsani qo'ydim? Uje videolar juda ko'p ko'rib qolyapman, Instagramda chiqyapti. Mayga kelsang mancha oylik, Italiyaga kelsang bunaqa. To'g'risi u narsa beshinli bo'lib ketdi. Ularni gapirayotgan gaplardan xuddiki siz bu yer ideal joy. Siz kelasiz, o'qishga ketasiz, ishlaysiz, hamma yo'g'ingizni qilasiz, xohlagan narsangizni qilib yuraveradigan narsadek ko'rsatib qo'yishyapti-da. Aslida olganda unaqa emas. Men yoki boshqa blogerlar yoki konsaltinglar qo'yayotgan narsa, misol uchun hayotimizdagi bitta moment qo'yapmiz, bitta lahzani, xursand bo'lgan, bizga yoqqan lahzani qo'yapmiz xolos. Nimaga uni qo'yapmiz? Chunki ishda ertalabdan kechga qiynalib ishlayotganimizni qo'ysak, yo bo'lmasam bu yerda bizga qilayotgan nohaqliklari, yo bo'lmasam boshqa qiyinchiliklarni qo'ysak, hech kimga qiziq bo'lmay qoladi, tushunyapsizlarmi? Sizga ham daji qiziq bo'lmay qolishi mumkin. Misol uchun men sayohat qilayotganim, aylanayotganim, maza qilayotganimni qo'ysam qiziq, hatto qiynalyapman deb video olib chiqay, daji rekka ham chiqmaydi. Hech kim tomosha qilmaydi, qiziq emas. Shuning uchun shu narsani gapirib qo'ydim, ya'ni Koreyaga borsa unaqa sharoit emas. Shunday borib $3000 oylik qiyin. Juda ko'pchilik boshqa blogerlar ham chiqaryapti Koreyada o'qiydigan. Akalarim, ukalarim, tanishlarim juda ko'p Koreyada o'qiydi, juda ko'p. Yo Yevropaga, yo Amerika, yo Kanada ketaman deyapti o'qishga. Nimaga? Chunki